Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Videoni boshidan mana shunaqa barakali 3 egizaklar uchun bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turasizlar. Inshaalloh mana Qodir Ali bilan yana bir syomkalarga qaytdik. Xudo xolsa yana ishni boshladik. Keng partiyada hali 3 ta 5 ta qo'yiblar to'xtamaymiz. Ekazachchi ona bolalar yakkasi hammasidan bor. Xudo xolsa boshidan bitta laykni mixlab ketasiz. Kommentariyaga so'zlarni bildirib turing. Xudo xolsa manfaatli bo'ladi. Nimaki arzon bo'ladi-da videomiz. O'shanchalik o'lyapti. O'ta arzon bo'ladi. 5 milliondan ham onasi bilan teng ona bola qo'yib beraman. Gap yo'q. Xudo xolsa cho'tkalar oxirigacha kuzatinglar. Maroqli video. Kommentariya iliq so'zlarni faqat bildiradigan narx qo'yib beraman. Like bosib ketaring, narx arzon bo'ladi xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Ramazon ichi ozgina dam olishibdi. Xudo xolasa bundan buyog'iga harakatlar boshlandi. Mana videomizni boshidanoq 3 egizak qo'ylar. Keyin bu 3 egizagi haligi birinchisiga xudo xolasa. Yo'q, bular birinchi qorinmi? Birinchi qoringa davomiy bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana akalar. Dumba holatlarini ko'rib tursa, etlari yaxshi ekan, eti zo'r ha. Bu ham yirik narsa ekan, kashtan ham. Mana akalar. Xudo xolasa bo'ybaslarni. Mana, 4-inchisi endi. 4 taga endi chiqibdi. Mana. Sifatlarni qarang, nima deyapti sifatlarni? 3 bolasi ham yiltiroq. Keyin buni eng qiziqadigan yeri bu ikkovi qo'chqar kattasi, kichigi sovuliq. Ha, kichigi sovuliq. Sariqmi kichigi endi? Ha, mana o'rtadagi. Mana, ha, o'rtadagi. O'rtadagi mana hurmatli obunachilar, mana sovuliq ekan. Zo'r ekan lekin mana. Bunisi bu ham 3 talikmi bu? Yo'q, bu ham 2 talik. Ha, bu 2 talik. Bu 2 talik. Ammo bittasiniki yakkan bolasi. Ha, bittasiniki, uniki ham 2 ta edi. Bitta bolasi o'lib qoldi. Mana. Mana akalar. Bu o'ta gigant zo'r narsa, sori. 85 chiqib qoladi bu ham. 85 chiqib qoladi, ha. Mana bolasi ham zo'r ekan, simli ekan. Buni ko'paytiraman degan odam telefon qilsa, buni 2 bolasi sovuliq, urg'ochi. Ko'paytiraman deyishganga, tishi ham 6 tish. Mana akalar. Yo'q, masalan, mana shunaqa yirik narsalardan, chiroyli narsalardan o'zi asosan sovuliq tushgani menimcha yaxshi. Zo'r, nima oyoq qo'li ham uzun-da, effekti ham. Sababi o'zimda ham 2 ta bor, o'zingiz xabaringiz bor. Ashlar ham faqat sovuliq tug'yapti. Mana bu yil ham sovuliq tug'di. Ular haqiqiy o'zi chiroyli plan bo'lgan edi. Shunaqa. Xo'p, Qodir Ali, endi bularni 3-chi ma'lumotini beraylik-da, keyin narx haqida. 4 ish. Bu ham ekazachchi. Videolargacha bor agar bolasi yonida yurgani. Videolargacha endi bittasi o'zi o'lib qoldi. Endi bir pasda haligi ag'lab o'qib qolaveradigan-da. Shunaqa. Buniki shunaqa. Ikkita bolasi so'liq oldidagi. Bu ham birinchi qorin. Birinchi qoringa, ha. Yosh narsalar hammasi, xudo xolasa. Buni narxini aytaylikmi cho'zachchini? Ha, narxini ayting. 15 million, 14 million chiqarishyapti, unaqa emas. 13,5 million chiroyli qilib o'taman beramiz, telefon qilsa. Dangal, Qodir Ali. Eski stilimizga qaytaylik. Bo'ldi, tarsas aytaylik, nima ko'p qo'yamiz. Buni 13 million 200 mingga bo'laveradimi? Tekis qilsakchi? Tekis qilsa yengil bo'lar Ramazon haftasi. Ha. Aloqaga chiqsamda optimasi o'tib beradigan qilib aytamizda. Bo'ldi. 13 millionga ketaveradi. Eldor aka xursand bo'ldi. Nariga egizakchi. Unisini 10 millionga beraveramiz, monosini. Nimaki ko'p kerak emas, yengil bo'lsa, ikki bolasi urg'ochi 10 millionga ketaveradi. Yiltiraq ikki bolasi. Ha, nariga yakkanichi. Bu yakkani 6 millionga beramiz. 6 million. Ha. Bolasi nima edi buni? Bolasi urg'ochi. Urg'ochi mana. Ikkitish, yosh narsa. 6 million. Hurmatli obunachilar, men uchun 6 million qarang, fikrlaring, bildiringlar. O'zi ana shu holatdagi bo'g'izlari ham bir 6,5, 6 atrofida o'zi bo'lyapti, to'g'risi dangal. Aloqaga chiqinglar, kelishadigan joylari o'zi Qodir Ali ma'lumotlarni beradilar. Dastavka qayergacha? Dastavka vodiy bo'ylab besplatni. Toshkent qayerga olsa telefon qilish olsa kelishamiz. Har joyga bor. Keyingi partiyaga qanaqa chiqadi? Keyingi partiyaga ona bolalar chiqadi, yakka. Olib chiqamizmi? Olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamizga xudo xolasa asosan sariqlardan ekan. Yo 50 kellik shekilli-ku? Yo 50 kellik. Ha, sarig'i ham, kashtallari ham bor ekan. 4 ta kashtan, 4 ta sarig'ida. Bolalari mana katta-katta bo'lib qopti. Bolalar 8 ta bo'lami? Ha. Keyin buni eng qiziqadigan yeri 5 ta qo'chqor, 3 dona sovuliq xolos. 5 ta qo'chqor, 3 ta sovuliq. O, bularni yuzidan katta qo'yga o'xshamayapti. Yo'q, yosh qo'ylar. Ha, ikkinchi, uchinchi qoringa
bittami ikkitasi 8 ta bo'lishi mumkin, lekin 6 ta qo'ylar tishi, 4 ta 6 ta. 4 ta 6 ta mana hurmatli obunachilar. Bo'y baslarni 85 plus minusga olib olishadi. bittalikda 80 plus bo'lmasa, mana mashq qo'ylar 85 tursa kerak. 85 ha. Mana bitta bor 80 Eldor aka nimaki? Mana shu bitta bor. Haligi to'g'risi o'lchab ko'rilgani yo'q. Naglazga o'zi ko'ziga ko'rinib turibdi. Xudo xolasa uzunliklari, bo'y baslari zo'r. Kelganda yo video orqali o'lchab ber desalaring, mana Qodir Ali metr hozir yo'q ekanda, hozir topganimiz yo'q, bo'lmasa o'lchab ko'rsatib berardilar. Tashlab beraveramiz. Mana buni qo'yyoqdi menga ikkovi deysin. Ikkovi bolalari bilan chiqib, o'lchab ko'rsatib beraveramiz. Ko'rsatib beriladi. Hammasini mana bolasi oldida naqd hurmatli obunachilar. Kutib o'tirmaysiz, qo'chqorimiz sog'lig'ini, mana qo'chqor bo'lsa qo'chqordan, sog'liq bo'lsa sog'lig'idan tanlab olib ketadigan joyi mana shu bo'ladi. Qachon keldi bular Qodir Ali? Bularga charchoq bilingani yo'q menimcha. 4 kun bo'ldi Eldor aka. Charchog'i chiqdi. Sinovdan o'tdi. Hali rostmana chiqarmadi, deyarli chiqdi. Nimaki, sal qorin to'yyapti qo'ylarda. Yo, sinovingizdan o'tgan bo'lsa, eng asosiy shu o'zi. Sinovdan o'tdi, olov yeb ichishi. Xudo xolasa uyaltirmaydi, ha? Yo'q, xudo xolasa umuman uyaltirmaydi. Xo'p, mana akalar bolalarni ko'ribsiz. Oldi buniki ham bir 3 oylik atrofida shekilli. Shunaqa 3 oylik o'tgani ham bor. Sababini g'o'dasidan esib turibdi, hurmatli obunachilar. Boya aytganimizdek, bularga ham ko'p narsa emas, oz kepagini yeb tursa ham bu qo'ylar effektni beraveradi. Agar qonni to'yib tursa ham bo'ldi, Eldor aka yashayveradi, o'zgaraveradi. Shunaqa. Nech pul qilib beramiz buni haligi kuttirmaylik, to'g'risi biz. Buni telefon qilsa 6,5 millionda o'tib ham beramiz, Eldor aka. Oldi qo'yamiz. Yo'q, hali eski stilimizda. Buni qilaylik, YouTube'da yosh bola ko'rmaydi. Bo'ladigan qilib 6 million ekisa xursand bo'lishadi. 6 milliondan tekis bo'lsin, ona bola yeri oyda bo'lmagan narxlar bo'lsin, 6 million so'mdan to'g'risi buni sariqlanib bergani yo'q, dangal. Yo'q, bergan. Xursand bo'lib 8 ta qo'ying bor ekan. Bitta joyga shunday olaman, maza qilib boqaman deysiz, 6 milliondan ketdi. Bor ekan, hurmatli obunachilar, 6 million so'mdan ona bola variantda sog'liq yeb ichiga har doimgidek bir hafta kafolatlari bor. Aloqaga chiqsalaring, Vulqon obunachilari uchun dastavkalari ham bor. Bemalol telefon qilib, like bosib qo'ysa bo'ldi. 3-partiyamizga ham ona bola dedingiz, a? 3-partiyaga ona bola, undan ham sinadi, xudo xolsa. Olib chiqamiz ularni ham. Olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga ham xudo xolasa ona bola. Bugungi faqat ona bola ekan. Faqat ona bola, ha. Mana akalar. Xo'p, soni nechta buni Qodir Ali? Soni 6 ta. Ha, 12 ta deng. Ha, 12 ta. 12 ta. Yoki bolalar bilan 12 ta. Mana akalar. Xudo xolasa, bolalari oldi bir 3 oylik bo'lib shekilli. Ha, oldi mana. Qo'chqor ashi ham katta bola. Yirik bo'lib qopti. Ha. 3 oy plyusda ham bo'lsa kerak bu akalar. Samani holatlarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, nechtasi qo'chqor, nechtasi sog'liq bularni? Bayda ikkitasi qo'chqor shekilli, Eldor aka. Ha, qolgan urg'ochimi? Ha, qolgan 4 tasi urg'ochi. Mana. Xo'p, rang ro'ylari qashqa deganlarga ikkita qashqasi ham bor ekan. Bu tarafda mana qoralaridan bor. Onalarning holatlarini ko'rib tursa, bular nechinchi qoringa? Bular Qodir Ali? ikkinchidan 3-qoringacha. Nimaga tishib o'tib-o'tib birorta singani yo'q, Eldor aka. Bitta bo'lsa, ikkitami 8 taligi bor xolos. Yosh qo'ylar tishi. Mana shu ikkovi bo'lsa kerak 8 tishi. Hammasi yaxshi. Zo'r tishlari o'ta maza qilib boradi yer. Mana etlari endi hurmatli onachilar semiz emas, sabab bola boqqan. Endi buni olgan odam oz-ozdan kepagini yalatib tursa, endi yeb ichari zo'r ekan qo'ydi. Jicha-jichada yedirsa, kuzigacha boradi-da, bitta onasi ya bekor qoladi, ya bolasi bekor qolib ketadi. Jicha mehr bersa bo'ldi qo'yga. Endi bularni adashmasam daladan olgansiz baribir, ha? Ha, daladan kelgan. Dalada bor, yem-xashak yemagan hurmatli obunachilar, o'shanga qo'raga kirib yem-xashagini yeb tursa, 1 oyda qo'yda tani bo'lmaydi, sog'liq Xuddi shunaqa. Nimaga qonni chiqib ham shunchalik bo'lib qoldi qo'ylar. Qonni ham o'ta kiryotadi ichiga. Xudo xolasa bir oy yem-xashagini yesa akalar, qo'ylarni sifatini sotgan egasi ham tanimay qoladi. Sababi o'zim juda ko'p boqqanman, sinovdan o'tgan. Yeb ichishidan o'zi aslida ona bolalarda deyarli muammo ko'rmaganman, so'rayman lekin obunachilarimiz uchun. 7 kun sinov olishadi borgandan keyin. Ha, bemalol haligi uyida bu yerda ish yo'q. O'sha oldingida Eldor aka, masalan, anchadan chiqmayapti turgan bo'lsa, tishim doqini ochib, bitta narsa ekan deysiz-da. Prosta nimaga onlaynda ko'proq ishlashda maqsad. Shunaqa. Bir marta ishlar yo'q bo'lib qolsangiz, qilsangiz bo'laveradi u ishda. To'g'ri. Lekin shunda ham xudo xush kelmaydi. Bemalol telefon qilsin. Hamma ma'lumotni chiroyli qilib qo'limdan kelgancha. Ichida xudo xolasa akalar yemasa, ichmasa, bemalol. Savdogarlarga tan, lekin 8-kun u ularga o'tadi. Oyog'ini sindirib qo'ysangiz, chiqarib qo'ysangiz, bo'ktirib, o'ldirib qo'ysangiz, 7 kun ichida ham savdogarga uni aloqasi yo'q. Sababi u boquvchi hisoblanadi, hurmatli obunachilar. Xo'p, Qodir Ali.
narx baribir buni boqadigan odam tushunib bo'ldi. Bu qo'ydi siz bilan biz birinchi marta chiqarishimiz emas, to'g'risi. U minglab chiqarib tashladik o'tgan yili. Narxi buni qarang Eldor aka, nariginiki 6 million chiqdi. Buni 6 million demaymiz. Nimaga desangiz 200 mingni o'tib beramiz. Chiroyli bo'ladi. Bitta so'rayman. Ha. Endi bilmayman, xo'p deysizmi, yo'q deysizmi? 5,5 tekis ketsa nima deysiz? 5,5 tekis ketsa bizga foyda qilaveradi, qo'shib bersa chiroyli bo'ladi. 5,5 dan bo'lsin, birinchi chiqishingizga maza qilib olsin shularni. Mon qarang, nimaiki hali hech kimdir endi qaytarmagansiz, xudo qolsa obunachilar maza qilsa bo'ldi-da. Har doim telefon qilib xursand bo'lishadi. Telefon qilib oldi, mana shu 6 ta qo'yingda bir joyga 5,5 milliondan deysiz, sotildi qo'ylar. Barakalla, hurmatli obunachilar, xudo xolasa ekrandagi nomerlarga shoshilib aloqaga chiqasizlar. Endi bu yil hisobidan birinchisi siz bilan. Birinchisi. O'tgan yili kerakcha video qilingan edi-yu. Qo'ylar obunachilarimiz bilishadi, bir 2-3 soat ichida qodirali qo'ysa qo'ylar tugaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu safar ham inshaalloh umid qilamiz, aloqaga chiqinglar. Uspetib qolasizlar inshaalloh. Eldor aka bir haftadan keyin ko'rishadimi, bir oydan keyin ko'rishadimi, 2 kundan keyin ko'rishadimi, telefon qilasiz. Qo'y uzilmaydi. Ha, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha qo'y qilib beramiz. Jali uzilib qolgan taqdirda ham Telegramga yozib bo'lsa ham ertasiga indinisiga qo'y qilib beryapmiz o'sha obunachilarga. Xudo xolasa hali birorta odamni hali nomidor qilgan yo'qmiz. Xo'p, bu 3-partiya oxirgisimi yo yana bormi? Yana bor, chiroylilari bor. Ha, bor, to'g'ri. Xudo xolasa kuzatib turinglar, biz keyingi partiyamizni olib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu 4-partiyamiz. 4-partiyamizga mana ikkita mana shunaqa, xo'p, sifatidan o'ta mana haqiqiy sorisidan. Nech tishi buni hozir tishi? Yo'q, tishi yo'q, qo'zi. Qo'zimi? Ha. Tishi yo'q desangiz, tishi yo'q desangiz hozir haligi negadir o'shamiz, bu qarimi boshqami? Yo'q, 10 oy 11 oylik qo'zlar hali shakka tishi buzmagan. Yo'q. Hali qo'zi tishida, hurmatli obunachilar. Lekin xudo xolasa naqd bo'g'oz. Bo'g'oz? Ha. Xo'p, bo'yini 80 plusga beramizmi? 80 plusga bunisi balandrog'ami? 80 plusga beravering. Ikkovi bir-birini yuvib ketadi Eldor aka. Xo'p, akalar, sifat holatlari zo'r. Ko'rib turibsizlar, yunglari, rang ro'ylari, eti ham zo'r holatda. Masalan, bo'g'oz bo'lmasa, mana shu holatda bemalol ehsonga so'yib ishlasa bo'ladigan holatda. Buni hozir men narx qo'yib beraman. Agar navbatda bo'g'oz bo'lmaganda go'shiga undan bir yana 500 ming ustiga sotilardi. Xudo xolasa. Xo'p, nech pul qo'yamiz narxini? Bu narxini Eldor aka 6,5 milliondan ketaveradi. 13 millionga. 13 million. Aloqaga chiqsa o'tib beradigan joyingiz bormi? Cho'tki qilib o'tib beradi. Dangal a? Ha, dangal. Xudo xolasa bir kelishtirib, obunachilarimizni xursand qiling. Duo qilib olib ketsin. Maza qila olishadi. Keyin hali o'ylashmas, mana bitta ko'rsatib qo'yaylik. Nimaga men sal tumshuq qolgan-ku? Ha, qari bu. Qo'zi. Mana hali tishini chiqarmagan, ikki tishga ham. Tumshuqni ko'rsataylik, mana akalar. Mana shunaqa qo'ylar ko'p kelsa, juda ko'pchilik qari deb yozishadi. U yungiga qaramanglar, tishini bitta ochganda hamma narsasi ma'lum bo'ladi. Inshaalloh keyin shunisiga qarab olaverasizlar. Bunaqini ham qarang. O'zimiz ishqozovli uyga tashab qo'ygan qo'ylar. Yeb ichari hamma yo'g'i go'zal qo'ylar. Qanchadan bir turgan bular? Qanchadan? Ha, bir oy oshiqdan biri turgan. Mana akalar, Xudo xolasa aloqaga chiqinglar. 13 milliondan chiroyli o'tib berasiz. O'tib ham beramiz, xudo xolasa. Buni nimaga ushab turishibdi hozir? Buni ham ishqibozlari bo'lsa, bu ham oq qo'yganmiz Eldor aka. Liniyalarigacha bor, telefon qilsa aytamiz. Toza arasham bola ham. Bola zo'r ekan. Quloq tashab berganlarni ham qarang. Xudo xolasa yaxshi narsa. Qo'chqormi, sog'liqmi? Urg'ochi, sog'liq. Zo'r ekan, ko'z. Onasi endi 4 dan 6 taga chiqaryapti-ku shunaqa, tishini ochib. Mana akalar. 6 tishga o'tyapti ekan. 6 tishga o'tyapti. Xo'p, bo'ybaslari 80 dan baland, 85 atrofida hurmatli obunachilar. Rang ro'ylarini ko'rib turibsizlar, etlari yaxshi holatda. Xo'p, mana shunaqa ushang bolasini. Bolasini bitta ko'rsataylik-da. Mana. Bolani oyoqlari ham hamma yo'qlari polvon. Mana kallalari, yuzlarini ko'rib turibsizlar. Sifat yaxshi ekan, hurmatli obunachilar. Qodirali buni haligi bitta kesib narxini ayting, nech pul qo'yamiz? Buni 15 millionga yoqsa, telefon qilsin, jo'natib beraveramiz. O'zbekistonda qayeriga bo'lsa ham. Xayri bormi aloqaga chiqsa? Hammasini xayri bor Eldor aka. Telefon qilsa ish bitadi. Xo'p, bu oxirgi partiyami yo keyingisi bormi yana? Keyingisiga loyiz qilganmiz 5 milliondan debdi. Ha, olib chiqamizmi? Olib chiqamiz ashlar. Ketdik. Ha. Xo'p, 5 millionlik partiyalar mana shu hurmatli obunachilar, bu oxirgi partiyamiz. Shu videoni boshida Qodirali shu va'da qilgan partiya shu-a? Xuddi shu, Eldor aka. Mana shu ikkovi qo'chqor. Buni bittasi sog'liq. Sog'liq. Xudo xolasa yeb ichlari yaxshimi? O'ta zo'r qo'yiladi yeb ich. Xudo xolasa qo'rqmay u kun tavsiya qilsa bo'ladigan holatda. Bemalol qo'yni sal mehr berib o'nglab olsa bo'ldi. Pul arzon. 2 oy yemlash kerak edi hurmatli obunachilar. Masalan,
onasini kepagi bilan shunday hashangni vaqti berib turing. Shunaqa qilinsa. Dumbalar solib, dumba soladimi deb ko'p savol berishadi akalar. Dumba soladi. Bizni ilgaridan kuzatadigan obunachilarimiz bilishadi. Mana shunaqadan bir 180 ta boqqanman. Shunaqa raza qisir paytda. Xuddi shunaqa sizlar boqqan qo'ylar Eldor aka. Mana shunaqa Bu bir oyda rezultatini ko'rishadi aka. Ko'rsatadi, Endi yaxshi berib turibsa. Xudo xolasa hamma narsaga e'tibor berish kerak akalar. Hamma narsa e'tibori bilan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Videoni boshidan masalan 3 egizaklar ko'rsatdi, 2 egizak yakkalar ko'rsatdi. Hammasini aytilgan narxdan kelishtirib, dastavkalarni uyushtirib beriladi. Sababiki hech kim aytganiga sotmagan. Bu savdo sunnat Eldor aka. Telefon qilsan chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi, Xudo xolasa. Xo'p, 3 ta bo'lsa, ikkitasi qo'chqor dedingizmi? Ikkitasi qo'chqor, bittasi urg'och. Ikkitasi urg'ochi bo'lmasa, bu oxirgi partiyamiz bo'lsa tez ma'lumotlarni beramiz. Obunachilarga tezroq joylab beraylik. Kunda kech qilmasdan kelishsin-da. Masalan, taxminan 11 atrofida videoni joylaymiz. Onlayn qilib chiqarib ham beraveramiz. Qo'y yoqqan bo'lsa, bo'yini aytyapmiz har bittasini. Hamma yo'g'ini ko'rishyapti. Borgandan keyin o'sha qo'y yetib boradi. Boshqa qo'y yetib bormaydi. Telefon qilsa, bitaveradigan holatda. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasa videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.